Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Sog'liginglar yaxshimi? Sizlardan yana yordam so'rab chiqyapman. Solih begimning ahvoli ko'rib turganlarga kundan kunga og'irlashyapti. Yana boshi ishib ketyapti. Bitta joydan qayta operatsiya bo'lganini hisobiga et go'shasi yo'qolashgan. Shuni hisobiga hozir shunti pompasi ko'rinib qolgan. Bosh ishyapti oldi. Turkiyadagilar yana kelishimiz iltimos qilishdi. Kelishsin. Ko'raylik deb 50% operatsiya, 50% operatsiya emas, hali aniq emas bo'lib turibdi. Bilasizlar, biz pulimiz yo'qligi uchun biz Turkiyada qolmasdan bir oy qolishimiz kerak edi. Kelib borgan edik. Qolishimiz kerak edi o'zi. Hozir o'shingizlardan yana yordam so'rab chiqyapman. Borsak aniq bo'ladi. Katta summa kerak, yana operatsiya bo'ladigan bo'lsa, operatsiya bo'lishi aniqroq bo'lib turibdi. Pompani boshqa joyga olishadigan bo'lib turibdi. Shunga iltimos qilib yordam so'rab chiqyapman. Yana bir bor yordam beringlar. Hozir bilasizlar, pulimiz yo'q. Nima qilishga ham hozir hayronmiz. Tezroq ketishimiz kerak. Bugun mana shu xabar bo'ldi. O'zi bir haftadan beri bosh ishib ketyapti. Videolarni qo'yib qo'yaman. Shunga qo'yilgan karta raqamlariga qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar, iltimos sizlardan. Hammalarga rahmat, Alloh rozi bo'lsin.